9 may xotira va qadrlash kuni. Bu kuni o'tganlar yodga olinadi. Hayotlar esa qadrlanadi. Rishton tumani davlat arxivi xodimlari ham arxiv direktori Farhodjon Umarov tashabbusi bilan davlat arxivi sohasida ko'p yillab samarali mehnat qilib, hozirda qarilik gashtini surayotgan arxivchilar holidan xabar olindi. Ularning qalbiga quvonch, kelajakka bo'lgan ishonchlariga mustahkamladilar. 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan mana meni ishlagan xodimlarim, birga ishlagan xodimlarim, mana rahbarim bizni xonadonga meni yo'qlab kelishibdi. Avvalambor bularga kattakon rahmat. Mana Farhodjonni hayz harakatlari bilan bunaqa bayramlarda nimalar yo'q edi. Mana tashkil bo'lyapti. Meni yo'qlab kelishibdi. Avvalo Alloh ularni yo'qlasin, salomat bo'lishsin. Martabalari ulug' bo'lsin, umrlari uzun bo'lsin. Ishlariga Alloh baraka bersin. Parvardigor panohida asrasin, eldi yurt xizmatini qilib charchasmasin, toliqmasin. Avvalambor elimizga, yurtimizga ko'z tegmasin. Hammalaring sog' salomat bo'linglar. Albatta, bunday bayramlarda Farhodjon Umarov doimo faol. Boshqalarga o'rnak bo'lgan ishlarni amalga oshirishda. Qolaversa, sobiq ishchi xizmatchilar holidan xabar olishdi. Ushbu korxona ishchilari va rahbarlari o'zi uchun g'urur va iftixor uyg'otadilar. Sababi vaqt soat kelib, o'zlari ham mehnat faxriy darajasiga yetishgach, ular ham hurmatda va yuksak ehtiromda bo'lishlari shubhasizdir. Norma opa, ustozim Otabolayeva Nigoronxon o'zi asli menga ustoz bo'lib ishlarni o'rgatib, necha yillar birga ishladik. Bugun 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ustozimizni qadrlab, xabarlardan xabar olib, o'rnak bo'lib kelib ko'rgani keldik. Buning uchun rahbarimiz Farhodjon Umarovga rahmatlar aytamiz. Bunaqa tashkillash ishlarini ko'proq nima qilsin. Ustozimga ham rahmat aytaman. Shunchalik bizga o'rgatib, necha yil bizga bizni har tomonlama mukofotlab, yordam berib, o'rgatgani uchun minnatdor rahmat aytaman. Umrlari uzoq bo'lsin, doim qalbimizda bo'lsin, sog' bo'lsin, hech ham kasal bo'lishmasin, doim oqibatimizga ko'z tegmasin.